Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan juda ham mazali pepperoni pizzasini tayyorlaymiz. Agar kanalimizga endigina kirib turgan bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lmasam boshladik. Birinchi navbatda 350-370 gram unni elakdan o'tkazib olamiz. Uni ustiga 1 choy qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz, shuningdek 1,5 choy qoshiq dro'jji solamiz va quruq mahsulotlarni birgalikda aralashtirib olamiz. Demak, aralashtirib bo'lganimizdan keyin o'rtasidan joy ochib 230 ml xona haroratidan sal issiqroq bo'lgan suvni solamiz. Ustiga 2 osh qoshiq o'simlik yog'i yoki zaytun yog'ini solamiz va xamir qorishni boshlaymiz. Bu orada unni hammasini birdaniga solish kerak yo'q, chunki unni navi har xil bo'lgani uchun xamir qattiq bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun 300 gram unni solib, oldin ko'ringlar xamir qilib, keyin qolgan unni solinglar. Xamir qattiq bo'lib qolishi kerak emas, lekin juda ham yumshoq ham bo'lmaydi. Sal qo'lga yopishadigan xamir hosil qilish kerak bo'ladi. Demak, bu xamirdan ikkita pizza chiqadi yoki bitta katta pizza qilsanglar ham bo'ladi. Endi buni 1 soatga ustini yopib olib qo'yamiz. Ko'tarilishi kerak xamir. Bir soatdan keyin mana ko'rib turganingizdek xamirimiz ko'tarilgan. Endi o'rtasidan ikkita qismga bo'lib olamiz. Biz 2 ga ajratib, ya'ni 2 ga bo'lib pishirishga qaror qildik. Demak, ikkita pizza bo'ladi. Zuvala holiga keltirib olamiz va birin-ketin yoyishni boshlaymiz. Yoyishdan oldin oson yoyilishi uchun albatta undan foydalansak bo'ladi. Xamir yaxshi ko'tarilishi kerak. Demak, o'zimizga kerak bo'lgan diametrda yoyib olamiz. Bizning pizzamizning diametri taxminan 30 sm. Demak, dumaloq shakl berib bo'lganimizdan keyin oldindan ketchup va mayonezni aralashtirib sous tayyorlab olgan bo'lishimiz kerak. Sousni bir tekisda hamma joyiga surib chiqamiz. Kerak bo'ladigan barcha mahsulotlarni videoning tagidan topsanglar bo'ladi. Videoning tagida yozib qoldiraman. Sousni surib olganimizdan keyin keyingi mahsulot bu oldindan qirg'ichdan o'tkazilgan pishloq. Qancha ko'p pishloq solsanglar, shuncha mazali chiqadi. Va sifati qancha yaxshi bo'lsa, shuncha mazali chiqadi. Endi ustiga kesilgan kolbasani terib chiqamiz. Bu pizza aynan sir va kolbasani, ya'ni pepperoni deb nomlanadi. Ko'pchilik biladi buni. Demak, kolbasani terib chiqib bo'lganimizdan keyin oldindan 220 gradusdagi qizdirilgan duxovkaga pizzani qo'yish kerak bo'ladi. Taxminan 7-10 minut davomida tayyorlanadi. Endi bu ham duxovkaga bog'liq. Mana ko'rib turganingizdek pizzamiz tayyor. Juda ham chiroyli chiqadi, rangi ham va tayyorlanishi juda oson. Shuningdek, mazasiga ham gap bo'lish mumkin emas. Haqiqatan ham 10 daqiqa davomida tayyorlanadi duxovkada. O'ylaymizki, albatta oila davrasida bu pizzani tayyorlab ko'rasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Tez kunlarda yana yangi videolarda ko'rishguncha.